من ألسم أي جميعي محرمي راس، من ألسم أي جميعي محرمي راس، مني أزجأ لك ديك قلمي عزاس. خسو خار استجا تشلبت تنخار، خسو خار استجا تشلبت تنخار، قلين مندن بهايم جسم دكار. بساغا استغا تشلن تنمنا، بساغا استغا تشلن تنمنا، كفن ایلن چروک بیراهنمنا. اگر من ölsem من öldüm. Bu dünyaya insan geldi, imkanı yok ki bu dünyaya hamisha zinda qolsa. Baribir hamiz ölamiz. Sofiya Allahi rahmetullahi alayhi aytadi ki, men agar bu dunyodan ketsam, agar men o'lsam, meni o'ligimda boshqa o'liklardir izzat va ehtirom qilmangizlar. Ba'zilarni ko'rasizlarni, o'lgandan so'ng qancha izzat ehtirom qiladi. Sofiya Allahi aytadiki, meni o'ligimda ularni o'ligidek izzat ehtirom qilmangizlar. Xasu xorni ustiga meni murdamni taylangizlar, xor qilingizlar meni murdamni. Meni murdamda misli hayvonning murdasidek or qilingizlar. Ya'ni nima degani? Agar biz bir hayvonning o'ligini ko'rsak, dashtu sahrolarga masalan bir joyga bir hayvonning o'ligini ko'rsak, undan or qilamiz, undan uzoq qochamiz. Sofiya Allahi aytadiki, sizlar ham meni murdamda mana shunday uzoq qochinglar. Meni murdamda xosisiga taylangar, xorni ustiga taylangar. Meni murdamda bo'sag'ani ostiga qo'yinglar dedi. Va menga nimani kafan qilinglar? Menga shuruk pirohanimni. Shu kuna kalamni menga kafan qilinglar bo'ladi dedi. Qadim zamonda kafanlar ichiga yaxshi kafan nimadan jo'r bo'lgachada abrisham deydi. Abrishimdan jo'r bo'ladi ekan. Shu zamonda ham ba'zilar o'ziga shu rasiyat qiladi ekanki, meni kafanimda abrishamdan bo'lsin, yaxshi kafan bo'lsin deb. Ammo Bega Sofiya Allahi aytadiki, "Jo'q, meniki abrishamdan bo'lmasin, faqat meniki ko'na kalam, menga kafan." Bu yerga bir savol bizning zehnimizga keladi. İnsonga ko'ylak kafan bo'lmaydi. İnsonga ko'ylak kafan bo'lmaydi. Faqat shahidlik ko'ylagi bilan dafn bo'linadi bas. Ammo oddiy holatdagi inson dunyodan ketsa, ko'ylagi unga kafan bo'lmaydi. Shariat buni buyurmaydi, uni ko'ylagini kafan qilsa. Nima uchun? Sofiya Allahi bega aytadiki, sizlar menga ko'ylagimni kafan qilinglar deb. Bu yerga bizga bir narsani bildiradi. Bir narsani bildiradi. Bu ki menga ya'ni bir oddiy kafan ham bo'lsa bo'ladi. Oddiy kafan. Ya'ni men shunga ham loyiq emasman. Men shuncha gunohkorman, men shuncha Allohni norozi qilganmanki, men hatto shu bir metr kafanga ham men loyiq emasman. Shuning uchun meni ko'ylagim bilan olib borib ko'minglar deydi. Ko'ylagim bilan olib borib ko'minglar. Menga hayf etmangizlar tutmagan do'st, agar chandiki mardim aylasa so'z, nakim kirgan u chiqqan tepsun o'tsun, muzallat gardu xokin sepsun o'tsun.